Assalomu alaykum do'stlar. Instagram tarmog'ida navbatdagi video muloqotdamiz. Karimov diktaturasi va O'zbekiston musulmonlari degan mavzuda suhbatlashamiz. Nega bu mavzuda suhbatlashamiz? Chunki diktatura hali ham davom etyapti bir tarafdan, ikkinchi tarafdan O'zbekiston musulmonlarning mamlakati. Rasmiy ma'lumotlarda aholining 95% musulmonlardir. Onun uchun diktatura ko'p ham o'zgargani yo'q. Musulmonlar alhamdulillah xalqimiz imkon darajasida yoki ilm darajasida to'g'ri Alloh bergan iymon va hidoyat darajasida dinimizga amal qilib kelyapti yani xalqimiz. Masala bu yoq qanday bo'ladi? Qanday edi-yu qanday bo'ladi? Yani Karimov diktaturasida O'zbekiston musulmonlari qanday ahvolda edi? Keyingi suhbatda Mirziyoyev diktaturasi va O'zbekiston musulmonlari degan mavzuda suhbatlashamiz. Dunyoda bo'layotgan voqealar aslida ildizi o'zgarmagan voqealardir. Buni domlalarimiz ham ko'p aytadi, hammamiz aytamiz yani. Islomda, musulmonchilikda tushunib bo'lmaydigan voqealar yo'q, hammasi tushunarli. Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha haq va botil kurashi davom etadi. Adolat va zulm kurashi davom etadi. Tavhid va shirk kurashi davom etadi. Bu yerda hech qanday tushunmaydigan narsa yo'q. Juda tushunarli, oddiy, sodda. Faqat amal qilish qiyin. Chunki Qur'onning o'zi ham dinimizni yoki bo'lmasa Qur'onning o'zining ummul kitob deya ta'riflagan, kitobning asosi deya ta'riflagan oyatlar muhkam oyatlardir. Dinimiz ham muhkam. Muhkam degani ochiq, tushunarli. Hamma narsa ochiq oydin degani, yani tushunmaydigan narsa yo'q. Tushunilmaydigan narsa ham yo'q. Oddiy aql bilan tushuniladi islom. Hozirgidek insonlar ilmiy jihatdan ham toifa bo'lib ketdik endi oxirgi asrlarda. Boshlang'ich maktabni bitirgan, Turkiyada bor edi bundan 20-30 yil oldin. 5 sinfni bitirgan yani. Boshlang'ich sinfni bitirgan. O'rta maktabni bitirgan 8-9 yillik. Maxsus hunar maktablarini bitirganlar. Undan keyin oliygohlarni, oliy ta'lim dargohlarini bitirganlar. Eng deylik dunyoviy ilmda yuqori darajaga chiqqanlar. Lekin islom kelgan paytda insonlarni ilmiy jihatdan bunday bo'lgan emas. Hatto ummiy deb ta'riflagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ummiy bo'lganlar. O'qish yozishni bilmagan. Go'yo bugungi kunga, ya'ni o'lchovlar bilan qaralsa, 5 sinfni bitirgan, o'qish yozishni bilmagandan yaxshiroqdir. Chunki o'qish yozishni biladi, o'qishni biladi va hokazo. Xullas, ummiy bo'lsa ham o davrda demak musulmonlar vijdoni pok bo'lgan. Ummiy degani o'zi johil degani emas. Ummiy degani bu ona so'zidan, onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa, o'sha tabiatini, fitratini, tozaligini saqlab qolgan degani ummiy degani. Unga johiliyat, ya'ni yolg'on, fitnalar, buzg'unchilik, insonning kishiligini, tabiatini buzadigan xususiyatlar ta'sir qilmagan va bunday xususiyatlar, salbiy, yomon jihatlar bo'lmaydi ummiy kishilarda. Endi nima uchun bularni aytyapman? Chunki bugun go'yo juda ko'p ma'lumotlar bor va insonlar juda dono, juda ilmli bo'lib ketgandek. Go'yo internetdan shuncha ma'lumotlar beryapti. Go'yo demak insonlar hammasi olim bo'lib ketgandek, bunday sodda qilib aytganda. Lekin aslida unday emas. İnsanlar meva, agar g'o'r mevani, pishmagan mevani yedirganingiz bilan u meva yeganda bo'lmaydi.
demak ba'zi zararlari ham bo'ladi g'o'r mevalar agar yesa. Xuddi shunday bu pishmagan ma'lumotlar, internetdagi g'o'r ma'lumotlar insonlarga juda katta ilm berayotgani yo'q. Ya'ni johiliyat boshqa shaklda davom etyapti, botil boshqa shaklda davom etyapti. Endi kelaylik Karimov diktaturasi paytida O'zbekiston musulmonlari qanday ahvol edi? Nima uchun bu kerak? Buni biz bilishimiz. Bizga bir tajriba jihatdan kerak. Tajriba salbiy tajriba albatta, ijobiy taraf kam, chunki Karimov diktaturasi davrida 1989 2016 27 yillik tajribada musulmonlar ko'p zarar ko'rdi. Musulmonlarga katta zulmlar qildi, qatag'onlar qilindi. Maxsus qamoqxonalar, jasliq qamoqxonalari, 100 minglab musulmonlar qatag'on qilindi Karimov davrida. Nega bunday bo'ldi? Buning sabablari ko'p. Asosiy sababi o'sha esir, kommunistik, dahriy tuzum tugagandan keyin bu ko'p musulmonlar uchun, insonlarimiz uchun ham kutilmagan bir voqea bo'ldi. Odamlar nima bo'layotganini bilmay qoldi. Bir aqidaviy, e'tiqodiy, mafkuraviy bo'shliq bo'ldi. Chunki doim bir 100 yil davomida, 70 yil davomida aldab kelingan xalq. Lenin bobomiz unday, Stalin bobomiz bunday, kommunizm bo'ladi, kommunistik partiya bunday yaxshi ishlar qilyapti deb odamlarni yolg'on mafkura bilan aldab kelingan edi. O'sha mafkura birdan yo'qolib qoldi yani. Odamlar qayoqqa yurishini fikriy jihatdan, e'tiqodiy jihatdan nima qilishini bilmay qoldi. Aslida Allohning buyuk bir ne'mati, Allohning hidoyati ham bo'ldi. Chunki bunday tuzumdan qutulib ketish oson emas, Sovet tuzumidan. Yadro quroli bor, KGB'si bor, butun kuchli armiyasi bor, dunyoning yarmini boshqarib turgan bir tuzumdan qutulib ketish oson emas. Allohning yordami, nusrati yetishdi va bizning xalqlar qutulib ketdi, alhamdulillah. 1990-yillarni gapiryapmiz. Va birdan jamiyat biroz talvasaga tushib qoldi jamiyat. Jamiyatda biroz muvozanatsizlik bo'ldi. Odamlar qayoqqa yurishini, nima bo'layotganini bilmay qoldi. Bu yoqda iqtisodiy qiyinchiliklar bo'ldi va hokazo. Lekin shu bilan birga diniy uyg'onish ham bo'ldi. Siyosiy uyg'onish ham bo'ldi. Ziyolilarni biz maqtaymiz, jamiyatning ilg'or qismi deb. Ular ham uyg'onib boshladi. Ayollarning uyg'onishi, yoshlar, hamma, hatto fermerlar partiyasi, ozod dehqonlarida agar adashmasam, shunday tashkilotlar tuzildi ham. Demak, agar jamiyatda biroz erkinlik bo'lsa, o'sha Gorbachyovning qayta qurish va oshkoralik siyosati erkinlik siyosati. Erkinlik siyosati bo'lsa, xuddi osmondan, men bu misolni ko'p aytaman. Osmondan yomg'ir yog'sa, odamlar so'ramaydi, qo'zi qorin qayoqdan paydo bo'ldi. Yomg'ir yoqqanda dalalarda, o'rmonlarda, qirlarda, tomorqalarda qo'zi qorin chiqib qoladi. Nimaga? Bu o'sha yomg'ir bilan kelgan bir ne'mat deyilgan. Bunday erkinlik bo'lsa, hamma narsa chiqib qolar ekan ortiga. Siyosiy harakatlar ham, diniy uyg'onish ham, boshqa ijtimoiy harakatlar ham. Lekin Karimov o'zi kommunist edi. Rahbariyat ham kommunist edi. Ya'ni dinga qarshi edi. Juda qattiq qarshi edi Karimovning o'zi. Qolaversa har xil voqealar yashandi, Qo'qon voqealari, Parkent voqealari va bulardan eng muhimi Tojikistondagi mana bu fuqarolar urushi. Bular hammasi O'zbekistonga ham, O'rta Osiyoga ham qattiq ta'sir qildi albatta. Karimov demak bundan o'zining foydasiga yaxshi foydalandi yani. O'zining manfaatiga, o'zining diktaturasini o'rnatib olishga. Musulmonlar ham shu uyg'onish davrida har taraflama demak o'zlarining kimligini bilinib qoldi biz musulmonlarimiz. Bir tarafdan Hizb Tahrir chiqdi. Bir tarafdan Sofilar mamlakati keldi. Sofiylik ham bizdan boshlangan o'zi aslida. Hakim At-Termiziy degan odam bo'lgan, Termizda qabr, Amudaryoning yoqasida. Hadis olimi Termiziy emas.
hakimat dermiz. O'sha odam boshlaganda sufilik ham o'yganda, hizbut tahrir, salafiylik, tabligh jamoati keldi Hindiston, Pokiston tarafdan, ayniqsa Tojikistonda va Qirg'izistonda kuchli edi bular. Va har tarafdan mana shunday bo'lib qoldi. Buning ustiga Karimov diktaturasi. Qanchalik deylik Karimov qatag'on qilmasin, baribir tanilishga majbur bo'ldi. Yani. İslam bor, musulmonlar dini bor. Masjidlar o'sha qayta qurish davridagi masjidlar ba'zilariga ko'ra 4000, ba'zilariga ko'ra 10 000 edi. Karim ko'pini yopib yubordi. Yani 2000 ga tushirdi. Yani. 4000 bo'lsa yarmini. 10 000 bo'lsa demak faqat 20%ni qoldirdi 2000 masjid. O'sha 2000 masjid hali ham bor. Qattiq qatag'onlar qildi. Odamlar ham nimaga musulmonlar bu ahvolga tushib qoldi? Birinchidan mana shunday parchalanish. Chunki bu ummatning ichida borda, ummatning ichida bor edi. Shia sunniy buni ko'plar yaxshi tushunadi endi. Shia boshqa narsa endi. Eron markazida, Iroqda, ko'p joylarda bor. Lekin biz ahli sunna bo'lganimiz uchun buni ko'plar tushunadi. Shia bo'lmaydi. Ya Muhammad, ya Ali deb e'tiqod qilib bunaqa yo'q bizda. La ilaha illalloh Muhammaddan Rasululloh. Musulmonlarning aqidasi ham shu, ahli sunnaning aqidasi ham shu. Shiyani ajratib olish oson demoqchiman. Bizda Shiya bo'lgan ham yo'q. Biz juda oz Tojikistonda biroz, Samarqandda biroz bo'lmasa yo'q. Lekin mana bu bo'linishlar, salafiy bo'linish, sufiy, tabligh jamoati, hizbut tahrir, ayniqsa hizbut tahrir faol edi. Ularni ham darrov tanish mumkin. Yani xalifalik varaq tarqatib yurishadi. Xalifalik qilamiz deb. Bir nima bo'lgan? Bir yo'l shunday aytilgan 1950-yillarda Falastin, Misr taraflarida. Ular bu O'zbekistonda ham o'zini ko'rsatdi, O'rta Osiyoda ham o'zini ko'rsatdi. Ikkinchidan Tojikistonda 1992-1997 5 yil davom etgan fuqarolar urushi bo'ldi. Yani. Tayyorlanmagan musulmonlar qanday qilish kerak? Bu hali bir jamiyat to'liq uyg'onmagan bir vaziyatda Tojikiston aholisi ikkiga bo'linib ketdi. Endi Rahmonov tarafi, kommunistlar tarafi ular tayyor edi. Zaten kommunist, zaten ular o'sha manfaatchi, o'zining siyosiy diktatorligini qiladigan, dinga zaten qarshi bo'lgan. Lekin musulmonlar tarafi keyinchalik ma'lum bo'ldiki, tayyor emas ekan. Qo'liga qurol olib Afg'onistonga o'tib, men o'sha Istanbulda yurgan paytimda bizning sobiq mufti Sodiq Muhammad Yusuf va o'sha tojik musulmon muxolifatining u payt birlashgan tojik muxolifati deyilardi. Akbar Shoh To'rajonzoda ko'p uchrashganman. Keyinchalik 1997-yilda yana Karimov, Yelsin oraga kirib, Tojikistonda milliy murosa bo'lib, muxolifat hukumatga kirib, demak bir 5-6 yil ancha vaqt bo'ldi To'rajonzoda bosh vazir o'rinbosari bo'ldi Tojikistonda. O'shanda urush tugagandan keyin aytgan edi, yani bugungi aqlim bo'lsa biz o'sha urushni boshlamagan bo'lardik yoki urushda qatnashmagan bo'lardik. Urushni ikki taraf boshladi. Biz Tojikiston urushi endi ko'p taraflama, har xil guruhlar chiqqan, millatchilar, tarafkashlar va hokazo. Bir tarafi o'sha birlashgan tojik muxolifati To'rajonzoda boshchiligida, rahbarligida demak shunday ishlar bo'ldi. Keyin To'rajonzodaning o'zi e'tirof qildi. 1999 mida 2000 mida hozirgi aqlim bo'lsa, ya'ni 2000-yilda deylik. Men 92-yilda urushning boshlanishiga qarshi bo'lar edim. O'zining jihod deb aytgan. Jihod qilamiz deb qancha odamlar o'lgandan keyin. 100 ming, 150 ming odam o'lgandan keyin. Ular jamiyat buni qabul qilishga tayyor emas edi. Tayyor bo'lmagan holida shunday bo'lib ketdi. Nima qilish kerak edi? Nima qilishga da'vat qilish kerak edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vat bilan boshlaganlar. Va ma alayna illa al-balag'ul mubin.
bizga da'vat. Tushgan vazifa da'vat deyiladi Qur'onda. Ya'ni Yosin surasida payg'ambarlar nomidan. Bo'lgandan keyin islohotlarning, jamiyatning islohoti, musulmonlarning o'zining islohoti, ittifoqi. Bir tarafdan jamiyatning islohoti bor, johiliyatga tushib qo'ygan. Chunki uzoq yillik, bir 200 yillik johiliyat Turkistonda o'sha o'rislar bostirib kelgandan boshlab bir tarafdan musulmonlarning ittifoqi. Ikkita katta ish bor edi yani. Bu ishlar shu shaklda yo'lga qo'yilmadi. Na ittifoq bo'ldi, na islohot haqida qanday bo'ladi endi? Qaysi yo'ldan boramiz? Nima qilamiz? Kimningdir kallasida xalifat edi, kimning kallasida shariat edi, kimning kallasida jihod edi, kimning kallasida boshqa narsa edi. Ya'ni umumiy bir yo'lga ittifoqqa musulmonlar kela olmadi. Men musulmonlar nuqtai nazaridan gapiraman. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham shu. Lekin Qirg'iziston biroz mana bunday Tojikiston fojiasidan yoki O'zbekistondagi qatag'on tajribadan qutulib qoldi. Qirg'izistonda ham oson bo'lmas, hozir ham oson emas. O'sha bo'linish bor, u yerda ham bor. O'sha salafiy tushunchadagilar, ayniqsa Hizbut Tahrir, Tabligh jamoat hozir ham bor. Hozir ham demak, jamiyat qanday isloh bo'lishi kerak va musulmonlar qanday ittifoq bo'lishi kerak. Ikkita katta masala bor musulmonlar nuqtai nazaridan. Qanday isloh bo'lgan? Imom Malik rahimahullohdan aytiladi yani. Bu ummat boshda qanday isloh bo'lgan bo'lsa, har doim shunday isloh bo'ladi. Demak, o'sha boshdagi islohotlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amalga oshirgan islohotlar, din islohoti, johiliyatni islomga aylantirish, islohotning ma'nosi va qanday qilib musulmonlar ittifoq bo'ladi yani. Bir guruh, bir dinda, din bitta, ya'ni inna dina indallohil islom. Hamma dinda bo'lgandan keyin hammaning tushunchasi ham, fikri ham, e'tiqodi ham, iymoni ham, ishi ham bir bo'lishi kerak-da. Har xil bo'lmasligi kerak. Mana bular achchiq tajriba bo'ldi yani. Karimov diktaturasi O'zbekiston musulmonlari deganda, nafaqat O'zbekiston, Tojikiston demayapmiz, achchiq tajriba. Qozog'istonda juda nisbatan Qirg'izistonga qaraganda ham silliq bo'ldi yani o'zgarish. Qozog'istondagi o'zgarishlar balki eng ma'quli bo'lgandir. Tinch. U yerda ham bor. Men bilaman salafiylar bor, sufiylar bor. Davlatning diniy idorasi bor. Musulmonlarga ta'sir qiladigan, kuchli ta'sir qiladigan, go'yo boshqarib turadigan musulmonlarni mullakratiya deymiz yoki saroy ulamolar. Nima bo'lganda ham mana shu achchiq tajriba yashaldi, o'tdi boshimizdan yani. Juda achchiq tajriba o'tdi. Aytayapman, 100 minglab kishilar O'zbekistonda qatag'on qildi, Tojikiston fuqarolar urushida 150 ming, 150 ming deb aytiladi. İnsanlar halok bo'ldi yani urushda. Va lekin nima bo'lmadi? Natija yana o'sha ikki masala kelib qoldi yani. Johiliyat jamiyati hozir ham davom etadi. O'zbekiston yaqqol ko'rinadi. Boshqa hammasida ham shunday. Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham yani. Bir kapitalizm emas-u, johiliyat kapitalizmi deydi. Yoki Amerika kapitalizmi, yoki Yevropa, Yaponiya kapitalizmi. Burada bir insof borda. Kecha o'qiyapman yani. Ularda o'sha foiz darajasi Yaponiyada 1, ba'zan 0 bo'lgan yani. Yevropada ham ba'zan 3, 5, Amerikada nari borsa 10. Bizda bir qandaydir johiliyat kapitalizmi, eng battar kapitalizm deylik. Eng yomon kapitalizm shaklida keldi. Foizlar 20-30 foiz, shunaqa deylik, moddaparastlik, ko'zi to'ymaslik, dollar parastlik butunlay mukkasidan ketdi deymiz o'zbekchasi. Mana bu bugungi johiliyat. Bir tarafdan, boshqa tarafdan tuzumlar yani, tepadagi diktaturalar, xalqqa zulm qilish yani, imkon bermaslik, dinni o'rgatmaslik, siyosiy demak erkinliklar bermaslik. Hozir ham shu hammasi yani, mohiyatan shu. Va shu ikki savol yana turibdi yani. Bu jamiyat qanday isloh bo'ladi? Bu musulmonlar qanday ittifoq bo'ladi? Islohot va ittifoq. Islohot jamiyatga oid, ittifoq musulmonlarga oid. Chunki bugun qilinadigan ish shuda. O'zi har doim qilinadigan ish shu. Aytdik yani, islomda juda ko'p aytilgan, Qur'onda juda ko'p aytilgan islohotlar haqida. Hatto munofiqlar ham o'zini aytadi.
İnnema nahnu muslihun. Biz islohotchimiz deydi yani. Yolg'onchilar. Shuning uchun bu vazifa o'zgarmadi. Musulmonlar deylik albatta Karimov o'lib ketdi 2016da. Lekin Rahmonov tirik masalan o'sha paytda. Rahmonov yoki Mirziyoyev ham juda Karimovdan bir o'zgartirib yuborgani yo'q diniy siyosatda. Hozir ham 18 yoshgacha dinni o'rganish taqiqlangan. Musulmonlarga har xil tazyiqlar, soqol qo'yding, ro'mol o'rading. Kechagina aytyapti, Samarqanddami? Bolalarni demak Qur'on o'qitibdi. Qur'on o'qitdi degan ba'zi johillar qaranglar, bular shunday eskilik shunaqa. Yo'q, u bolalar kunduz kuni maktabga borib keladi. U bolalar kunduz kuni davlatning maktabiga borib keladi. Kechqurun yoki bosh kunlari yoki shanba bozor kunlari ularni yig'ib biroz Qur'on o'rgatgan bo'lishi mumkin edi bu domlalar. Qancha tuhmatlar, mana johiliyatga boshlayapti, u qilyapti, bu qilyapti. Holbuki diniy va dunyoviy ta'lim birga bo'lishi kerak. Yo'lni aniqlab olish nihoyatda muhimdir. Ikkita vazifani aytyapmiz. Bu jamiyatlar johiliyat jamiyati. Hozir ham Karim davrida ham Mirziyoyev davrida. Uni foizini ham aytdik, zulmini ham aytdik, odamlar orasida ma'naviyatsizlik, hammasi Qur'onda nima deyilgan? Johiliyat deyilgan bilamiz. Johiliyat islomning ziddidir. Islom johiliyat. Iymon kufr, tavhid shirk, haq botil, adolat zulm. Agar shu deylik mana bu qarama qarshilikni qo'yadigan bo'lsak, bugungi tuzumlar johiliyat. Qanday isloh bo'ladi? Va ikkinchisi musulmonlar qanday ittifoq bo'ladi? Musulmonlar bu tajribadan endi dars chiqarishimiz kerak hammamiz. Karimov davrida yoki mustaqillikning ilk yillarida hammasi o'zbek, qozoq, qirg'iz hammasida yani shunday bo'ldi-ku. Yana shunday yuraveramizmi? Bittamiz hizbi tahrir bo'lib, bittasi sufiy bo'lib, bittasi tabliğchi bo'lib, bittasi salafiy bo'lib, bittasi jihodchi bo'lib, bittasi o'zi bilgancha qaysi. Meni qulog'imga kelyapti, internet hammasini ko'ramiz. Eronda yurganlar, boshqa yerda yurganlar, Shia bo'layotganlar bor. Qattiq eslatib qo'yaman, ehtiyot bo'linglar yani. Shia bo'lsangiz tamoman asta-sekinlik bilan islomning yo'lidan chiqib ketasiz. Shiyalik asta-sekinlik borgan sayin haq yo'ldan chiqib ketyapti. Bu tabliğ jamoatda yurgan bo'lsangiz 3 kun da'vatga chiqaman deb, mayli hizbi tahrirchi bo'lgan bo'lsangiz, deydik men xalifalik quraman deb, salafiy bo'lsangiz aqida to'g'rilash kerak. Tavhid 3 ga bo'linadi: rububiyat tavhidi, ilohiyat tavhidi, tavhidul asmaul husna. Ism va shularni o'rgangan bo'lsangiz, baribir islomiy asosiy yo'ldasiz. Hatto sufiy bo'lsangiz ham, johil sufiy bo'lmasangiz ham, pirlarni muqaddas qilib, ularning qabrlarini muqaddas qilib, ularga sig'inib yurmagan shunday sufiylar bo'ladi-ku. Biz tavba, istig'for, zikr, axloq tarafdan shunday sufiylik tushunadiganlar bor. Ularni bir qanday tushunish mumkin. Agar Shia bo'lsangiz, keyin ketasiz. Keyin asosiy yo'ldan ajralib ketasiz. Yoshlar yo bilmay ularning yolg'onlariga ishonib, Ahli Bayt, Ali, Hasan, Husayn, Ali radhiyallohu anhu bizning Amirul Mo'minin xalifamizdir. Hasan, Husayn radhiyallohu anhu haqiqatan Ahli Baytdandir. Lekin islom ularni muqaddaslashtirish asosiga qurilmagan. İslam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah nuqta. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Aliyun veliyullah emas. Bu kelime 2 qismdan iborat, 3 qismdan iborat emas. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah nuqta. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Aliyun veliyullah. Ya Muhammed ya Ali deb Shiyaga kirsangiz, keyin ketasiz asosiy yo'ldan chiqib. Buni hozirdan demak va har doim ogohlantiramiz. Qolgan demak musulmon birodarlarimiz hammasi hizbiy bo'ladimi, salafiy bo'ladimi? Bir o'ylab ko'rish kerak endi do'pni. Bular bo'lmagan, kuni yozdim, aytdim ham. Bular bo'lmagan. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida yo'q edi. Hizbi tahrir zotan mana 1950 yillik, 70 yillik gap.
Xo'p, salafiylar asosan Ibn Taymiya rahimahulloh asr saodatdan 600-700 yildan keyin hozirgi salafiy tushuncha. Sufiylar bormaydi. Ular ham 3-asrdan boshqa. Tabliğ jamiyati bo'lgan bo'lsa 200 yil. Bular hammasi yangilik yani. Bular bo'lmagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Unda musulmon bo'lish kerak. Xo'p, musulmon bo'lsa nima qiladi? Qur'onga ergashadi, sunnatga, sahih sunnatga ergashadi. Katta olimlarimizning ijtihodlariga ergashadi. Sunniy olimlar, shu mazhab imomlari va sho'roga bir kengash qilib, shura qilib, maslahat qilib. Shart emas hizbiy, salafiy, sufiy, tablig'iy bo'lish. Shart emas. Oddiy musulmon bo'lish mumkin. Nima qiladi oddiy musulmon? Shu jamiyatni qanday isloh qilamiz? Shuni o'ylaydi. Va musulmonlar qanday ittifoq bo'ladi? Shuni o'ylaydi. Oldin o'sha musulmon kishini o'zini tanib olish kerak-da. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohmi? Ha. Bo'ldi, siz musulmonsiz. Sizning u oqimlardan bo'lishingiz shart emas. Oddiy musulmon bo'laylik. O'zingizni farzingizni bajarasiz, 5 vaqt namozingizni o'qiysiz. Mana Ramazon Karim keldi, bir haftadan keyin ro'za tutamiz, ro'zamiz tutamiz. Pulingiz bo'lsa zakat berasiz, hajga, umraga borasiz. Halol yashaysiz va nomingiz oddiy musulmon. Va innani minal muslimin. Va man ahsana qawlan mimman da'a ilalloh va man ahsana qawlan mimman da'a ilalloh va amila solihan va qala innani minal muslimin. Bo'ldi, biz musulmonlardanmiz. Haqqa da'vat qilamiz. Yaxshi amallar qilamiz. Shu eng yaxshi yo'l, eng yaxshi so'z deyapti Alloh subhanahu. Umumiy bir musulmonlik bor-da, umumiy bir musulmonlik bor. Mana bu oqimlarning ustida Rasul sallallohu alayhi vasallam, sahobalar bo'lgan umumiy musulmonlik bor. Ularning vaqtida birortasi yo'q. Bu Karim tajribasi, diktaturasi tajribasi. Juda achchiq tajriba. O'sha salafiy birodarlar, Hizb-ut Tahrir birodarlar qancha zulm ko'rdi. Hozir ham qaytmaganlari bor endi. Shu deydi haqiqiy islom deydi. Haqiqiy islom bir oqimning islomi bo'lmaydi-yu. Hizb-ut Tahrir bir oqimki, o'zi hizb degan, bir firqa degan. Qanday qilib u haqiqiy islom bo'ladi? Haqiqiy islom Qur'onda, sunnatda, ijtihod sunniy mazhablarda va sho'roda bo'ldi. Undan tagida bo'lgan oqimlar, tushunchalar, sufiylik, mazorlarga sig'inish. Kimga keragi bor? Oddiy Qur'on o'zi aytyapti, gapni boshida aytdi. Muhkam, islom dini muhkam deyapti. Ochiq degan, oson tushuniladigan degan. Shu ochiq, oson tushuniladigan hisobda musulmonlik, halol yashash va da'vat qilish. Ibodatini qilish. Din shu. Shundayga yoyiladi yani. Un tepadan bir tashkilot qurib olgan bilan musulmonlarga ham odamlarga ham bildirish bo'lmaydi. Din yoyilishdir. Va qayerda musulmonlar bo'lsa, ishini sho'ro bilan maslahat qilib, demak, kurashini, mujadalasini davom ettiradi. Davom etyapti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Davom etyapti. 1991-yilda mustaqil bo'lgan. Edemiz? Qancha edi? 5 vaqt namoz o'qiydigan. 500 ming etdik. Hozir 5 million. Bütün diktaturaning deylik zulmiga qaramasdan, shuncha qarshiligiga qaramasdan 10 marta ko'paydi 5 vaqt namoz o'qiydiganlar. 1990-91-yilda O'zbekiston aholisining qanchasi ro'za tutar edi? 10%. Hozir 60% ro'za tutadi. Islom to'xtamaydi, islom to'xtatolmaydi zolimlar. Firavunlar, diktat to'xtatolmaydi. Nimaga? Islom dinning egasi Allohdir. Robbil alamin. Bu o'zicha diktator bo'lib, firavun bo'lib. Bular shunday zohiriy jihatdan ba'zi zulm qiladi, qamaydi, ba'zi musulmonlarni shahid qiladi. Lekin haq yo'lni to'xtatolmaydi. Takrorlayman, 1990-yilda
5 vaqt namoz o'qigan 500 ming bo'lsa, hozir 5 million. 10 martaga ko'paydi. U payt 10% ro'za tutgan bo'lsa, hozir 60% ertaga ro'za tutadi musulmonlar O'zbekistonda. Nimaga? Din Allohnikidir. Inna dina indallohil islom. To'xtatib bo'lmaydi. Unda bir tushunchamiz bo'lish kerak ekan. Xo'p, unda Alloh bizni qo'llayotgan ekan, hidoyat berayotgan ekan, bizga nusrat berayotgan, islom tobora yoyilib borayotgan ekan. Nima qilamiz endi? Qanday bo'ladi bu? Mana bu zolimlar aytayotganday biz musulmonlar Eron qilib yubormoqchimi? Yo deylik arab diktaturalari qilib yubormoqchimi? Yoki Tolibonday shunday o'zining tor tushunchasidagi bir jangovar guruhning diktaturasi bo'ladi? Yo'q. Malayziyada bo'ladi. Erkinlik, nafas oladigan jamiyat. Musulmonlar o'zi erkin odamlar. La ikraha fid-din. Dinda majburlash yo'q endi. Majburlab hatto namoz o'qimay bo'lmaydi. Ba'zi fatvolar berilgan, namoz o'qimasa urasan, qamaysan. Ursangiz, qamasangiz qo'rqqandan o'qiydi. Sizdan qo'rqqandan namoz o'qiydi. Allohdan qo'rqqandan emas. Namoz o'qigan kishi Allohdan qo'rqib namoz o'qiydi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim xoshiyun. Xushi ham Allohdan qo'rqish, ham butun diqqati bilan Allohning rizosi tomonda bo'lish. Uni qamchilaganiz bilan namoz o'qimadingiz, 5 yil qamab qo'ygan, u sizdan qo'rqadi. Munofiq sifat u namoz o'qiydi. Munofiqlar ham namoz o'qiydi. Shuning uchun erkinlik Malayziyadagidek bir tushunchani bo'lishmayapmiz. Shu jamiyat nima qilasizlar? Musulmonlardan so'raladi-da. Sizlar Afg'oniston qo'yarasiz, sizlar Eron qo'yarasizlar, sizlar o'sha qoloq jamiyat qo'yar. Yo'q, biz Malayziyada erkin, musulmon jamiyat erkin, faqat halol erkin. Nimaga Amerikadagidek erkin emas, nimaga Yevropadagi, hatto nimaga Turkiyadagidek erkin emas? Malayziyadagidek erkin. Axloqli erkin, halol erkinlik. Odamlar bir-biriga zarar bermaydigan erkinlik. Bu yerda 70% musulmon. Malayziyada 30% musulmon emas, ko'p Xitoylik. Musulmon bo'lmagan. Lekin nima bor? Bir tushuncha bor, erkinlik bor. Islomda ham bor yani. Islom faqat musulmonlarning jamiyati emas-ku, 100% musulmondan iborat bo'lmaydi. Ba'zilarda shunday tushuncha bo'lar ekan. Islom jamiyati bo'lsa 100% 10 million bo'lsa, yo'q. Islom jamiyati bo'yicha uning ahli kitob bo'ladi. Nasoralar bo'ladi, yahudiylar bo'ladi, ular ham ibodat qiladi. Hali islomga kirmaganlar bo'ladi. Munofiqlar bo'ladi. Rasul sallallohu alayhi vasallam Uhudga ketyaptilar. 1000 mujohid bilan 300 tasi munofiq bo'lib qaytib ketdi orqaga. Islom jamiyatida munofiqlar ham bo'ladi. Bu tushunchani tashaylik biroz. O'zgartirib. Ertaga O'zbekiston aholisi 40 million, ha? Ertaga islom bo'lsa, buning hammasi musulmon. Yo'q, ishlar munofiq ham bo'ladi. Ahli kitob ham bo'ladi. Hali islomni o'rganayotgan ham bo'ladi. Faqat bu bo'lish kerak, erkinlik bo'lish kerak. Tushuncha erkinlik bo'lish. Ibodat erkinmi? Malayziyada erkin. Masjidlar ochiqmi? Ochiq. Soqol erkinmi? Hijob erkinmi? Halol yashash erkinmi? Malayziyada erkin. Bu tarafdan saylov erkinmi? Matbuot erkinmi? Muxolifat erkinmi? Diktatura yo'qmi? Yo'q. Mana shu islomdir. Shu oldi musulmonlar biz o'zimiz tushunchaga kelib olishimiz kerak. Aytdim-ku, vazifa har doim ikkita. Johiliyat jamiyati hozirgi qanday isloh qilinadi? Da'vat bilan isloh qilinadi. Ikkinchisi, musulmonlar qanday ittifoq qiladi? Dinda, e'tiqodda, siyosatda, boshqaruvda. Mana shunday bir keng tushuncha, erkin adolat, iymoniy tushuncha bilan, halol erkinlik bilan. Aroqxo'rlik erkinligi emas, narkotik erkinligi emas, LGTB erkinligi emas, foiz erkinligi, bular erkinlik emas, bular zulmdir. Shu 4 narsa bo'lmasa, jamiyat tozalangan bo'ladi asosan johiliyatda. Aroqxo'rlik bo'lmasa, giyohvandlik, narkomaniya bo'lmasa, LGTB bo'lmasa, fahsh ishlar va foizxo'rlik, kapitalizm bo'lmasa, asosan jamiyat tozalangan bo'ladi.
Qolgani erkindir, saylovi ham erkindir. Musulmon bor joyda diktatura bo'lsin degan qoida yo'q. La ikraha fid-din qad tabayyana rushd min al-ghay. Faman yakfur bit-taghut va yu'min billah. Kim unday zolimni, Firavun diktatorni rad qilsa, u mu'min bo'ladi, Allohga ergashgan bo'ladi, iymon keltirgan. Erkinlik tushunchasi dinning o'zidadir. Chunki hech kimni majburlab musulmon qilib bo'lmaydi. Hatto Payg'ambarimiz alayhissalomga men istaganingizni hidoyat berolmaysiz degan oldi. Zo'ravonlik bilan musulmonlik qilmaydi. To'g'ri erkinliklar bo'lishi kerak. Bu yomon erkinlik bo'lmas kerak. Foiz, o'ligitib, bola battar arxoli. Jamiyatda to'g'ri erkinliklar bo'lishi kerak. Shunda hamma bir-birini tushunadi. Musulmon bo'lsa, musulmon birodari bo'ladi. Bu shart emas uni hizbiy bo'lishi, salafiy bo'lishi. Musulmonning birodari. Innamal mu'minuna ixvat. Tushunadi bir. Shart emas hukumat bilan janjal qilib saylov bo'lsin. Kim saylansa o'sha hukumat 5 yilga, undan keyin ketadi. Mana bu masala jamiyatni qanday isloh qilamiz? Bu Karim davridagi masala ham, Mirziyoyev davridagi masala. Jamiyatni qanday isloh qilamiz? Johiliyat jamiyat. Ikkinchisi, musulmonlar qanday ittifoq bo'lamiz? Mana shu masalalar haqida jiddiy o'ylasak, tushunsak, unda Alloh rizosi uchun to'g'ri yo'lda bo'lamiz. Har kim o'zini bilganini o'qisa, yopishib olsa, yo mening tushuncham yaxshi, mening oqimim yaxshi, mening guruhim kuchli. Islom bir guruhning, oqimning, bir deylik, firqaning dini emas. Va la takunu kallazina tafarraqu. Firqaga bo'linib ketganlar o'xshamanglar dedi. Allohning ipiga, Qur'onga, dinga bog'laninglar. Hammalaring bitta musulmon bo'l. Bu suhbatlarni davom etamiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Tinchlik hammaga kerak. O'zi islomning ma'nosi ham tinchlikda. Silmun, tinchlik. Harbun, urush. Bir ma'nosi, ikkinchi ma'nosi itoat. Taslim bo'lish, Allohga taslim bo'lish. Kerak hammaga. Tinchlik, osoyishtalik. U siyosiy jihatdan biz gapiramiz, ko'p gapiramiz. Men o'zim ham gapiraman. Diktatura, zulm, bular islohot, bular gaplar gapirilishi kerak. Buni alohida bir suhbat qilaman. Ibodat bilan adolat bir-biridan ajralmaydi. Adolat ham ibodatdandir. Allohning amridir. Innalloha ya'muru bil adl. Alloh adolatni amr qiladi, farz qiladi. Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin hunafa va yuqimis salata va yutuz zakat. Ikkinchi amrda nima? Faqat Alloh uchun ixlos bilan hunafa, hanifdan, tavhid bilan namoz o'qish va zakot berish amr qilindi deyapti. Qarang. Nima amrlar bor Qur'onda? Adolat amrimi bor? Namoz amrimi bor? Farz deganim. Zakot bormi? Bor. Muxlisina lahuddin hunafa. Ixlos bilan Allohga yakka xudolik bilan itoat, ibodat qilish. Amr. Bundan nimaga biz adolat chiqarib tashlashimiz kerak ekan? Buni alohida gaplashamiz. Suhbatlarimiz davom etadi. Har doim sog' salomat, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.